tablet ichaman. O'rganganingizdan keyin ichmasangiz kayfiyat uncha bo'lmaydi. Xabaringiz bor, mamlakatimizda 20-noyabrdan 20-dekabr kuniga qadar xavfsiz va sog'lom yurt oyligi o'tkazilmoqda. Bunda nafaqat giyohvandlik va sintetik moddalar, balki kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari muomalasiga qarshi bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Maqsad aniq: xalqimiz tinch, farovon va sog'lom yashashi hamda bu illat ta'sirida yosh avlodning ongi zaharlanishining oldini olishdir. Shu bois Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Natijada o'zida shubha uyg'otgan Toyir ismli fuqaroga tegishli bo'lgan giyohvandlik vositasiga o'xshash modda hamda katta miqdordagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari aniqlandi. O'zim iste'mol qilish maqsadida olib berdim. Pulim bor paytda olib mashinada uydagilar bo'lib qolmasin, mashinada saqlayverdim. Shu kuni shular tekshirishganda o'shalar ham chiqib keldi. Bu darajadaligini o'ylab ko'rmasin. Kechirishlarini so'radim, imkon berishsa agar. Chin ko'ngildan tashlash uchun harakat qilmoqchiman demoqchiman. Afsusdaman, chin ko'ngildan afsusdaman. Zangiota tumani hududida oq rangli Nexia 3 rusumli avtomobilda harakatlanib ketayotganligida o'zini shubhali tutganligi sababli xolislar ishtirokida to'xtatib tekshirilganda mashinasining bar qismidan o'tkir hidli jigar rangli mumsimon modda borligi aniqlandi. Shundan so'ng tekshiruv davomida avtomobilning yukxonasidan jami 153 dona oq va qizil rangli kuchli ta'sir qiluvchi kapsulalar borligi aniqlandi va xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Tezkor tadbir davom ettirilib, fuqaroning xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda u yerdan Gamma rusumli 4.5 kalibrli pnevmatik qurol aniqlandi hamda ushbu qurol ham xolislar ishtirokida rasmiylashtirib, tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib kelindi. Bu oldindan bor edi, lekin bizir deb bo'lardim, deymi? Hozirda olingan daliliy ashyolar ekspertizaga topshirildi. Ijodiy jamoamiz bilan ushbu fuqaroning ko'rsatmalarini olayotgan vaqtimizda tuman xodimlariga tezkor xabar kelib tushdi. Unga ko'ra, Chilonzor tumanida yana bir fuqaro giyohvandlik vositalari muomalasi bilan shug'ullanayotganligi aytilgan. Hozir biz tezkor tadbir jarayonlariga bevosita yo'l olamiz. Mana hozir biz gumonlanuvchini qo'lga olish uchun tezkor guruh bilan voqea joyiga yetib keldik va tafsilotlarni siz bilan bo'lishib boramiz. Hurmatli yurtdoshlar, gumonlanuvchi aniqlandi va voqea joyida qo'lga olish jarayonlarini ko'rsatamiz. Ushla! Surxondaryodan giyohvandlik moddasini oldim. Bir ukamga bermoqchi edim. Shu joyga qildim. Ushlandim. 3 yildan beri iste'mol qilaman. Uyimdagilar hech kim bilmaydi, yashirincha iste'mol qilardim. Bu narsani qonuniy taqiqlaganini bilardim. Lekin bilib turib shu iste'mol qildim-da. Yil oxiri qamoq ekan. Ota-onamning oldida yuzim yerga qaradi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Kechirishlarini so'rayman. Mazkur holatlar yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi, ya'ni giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Fuqarolarga qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida giyohvandlik vositalari muomalasi bilan shug'ullanganlik uchun 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi belgilangan. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham giyohvandlik vositalari muomalasi bilan bog'liq biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, darhol yaqin oradagi ichki ishlar organlariga yoki Ichki ishlar vazirligi kol markazining quyidagi ishonch telefon raqamlariga, shuningdek Stop Narkobot Telegram boti orqali murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatchining shaxsi sir saqlanishi ta'minlanadi.